Butun dunyoni lahzaga solgan va juda ham ko'p mashinalarni qotilib o'tgan 1548 ta ot kuchiga ega bo'lgan yangi Xiaomi Su7 Ultra'ni ko'rib chiqamiz. Noldan 100 km/soat tezlikgacha 1.9 soniya, 0 dan 200 km/soat tezlikgacha bo'lsa 5.8 soniyada chiqadi. Zapas xuddi 630 km. Bunda 3 ta elektromotor bor va o'sha 3 ta elektromotor bunga 1548 ot kuchini beradi. Maksimal skorostga keladigan bo'lsa 350 km/soat. Mashina juda tezligi uchun bunda karbono-keramический tormozli sistemalari turibdi. Logotipi, paroklari, bokovoy krishkalari va spoileri klassik karbondan. Mashina saloniga keladigan bo'lsak, salonga koja, alkantara va juda ham ko'p karbon elementlari ishlatilgan. Sportivniy kojani va alkantarali o'rindiqlar, patologda katta panoramani ham ko'rsak bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu mashinaga ana endi qaysi mashina konkurent bo'la oladi? Fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar va videoga like bosib, bu videoni do'stingizlarga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.